Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men sizlarga aytgan Gazel velosipedim sotildi. Andijonda Bog' Shamol qishlog'iga sotildi. Tog'a velosiped qalay, yoqdimi velosiped? Velosiped zo'r, Xudoga shukr. 6 oy kutdim buni. Bunaqa yangisini olaman deb. Sizni ko'nglingizda dedi velosiped. Zo'r. Tog'a qancha pulga oldingiz? 3 million 700 mingga. Dastavkasiga oldingizmi? Tekin. Dastavkasi tekin. Dastavkasini chilab berdingizmi? Chilab berdik. Tog'a yaxshi kunlarga, to'ylarga, namozlarga minib yuring. Rahmat katta, boringizga shu. Xudo xolasa bundan buyog'iga mashinalar, elektromobillar, zo'r narsalar minib yuring tog'a. Yaxshi kunlarga mining. Rahmat, baraka toping. Men pulingizdan baraka topasiz, velosipeddan baraka topasiz. Duo qilib qo'yasiz tog'a. Xo'p, Alloh barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqa velosipedlar xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Vodiy bo'yicha dastavkamiz bepul, Toshkent voha tomonlarga kelishib olsangiz dastavka xizmatlarimiz bor. Bo'ldimi?